Hammaga assalomu alaykum. Bu Xotin podkast. Bugun sizlar bilan nima haqida gaplashamiz? Dildan suhbat. Bizda qish, hamma joyda qish shekilli o'zi, to'g'rimi? Germaniyada sovuq havo. Men hozir ishdan keldim. Soatimiz millari necha bo'ldi? 23:10 kechasi. 23:10. Sitora Bonu soat 6dan beri harakat qiladi, masjidni bezatgan. Bugun yangi yilda birinchi marta yangi yilga narsa olishni boshladik. Archa bilan Did Moroz olib keldik. Menga rosa yo'q. Menga kompaktniligi yoqdi. Любой joyga shunday qo'yib videoga olib ketaveraman-da. Qanaqadir, masalan, uyda katta archa bo'lardi bizda. Televizor oldiga qo'yib qo'yardik, bezatardik. Hech eslamayman, archani oldiga kelib, voy archam bor-a demagan ekanman. Bu qanaqadir kichkinagina bo'lganligi uchun unda kelib, ushab, anaqa qilaman. Voy deyman. Qanaqadir vibe beryapti bunaqa kichkinagina archayam. Voy, hozir qaraman, men sochim yonib ketmaydimi? Yo'q, hidi zo'r sezmadingiz-a, shuni yangi oldik. Hozircha hidi kelmayapti lekin. Zo'r hidi chiqyapti-da. O'rganib qoladi odam o'tirib o'sha burniga kelaveradi o'sha narsa. Shuncha hidi kelmayotgandir sizga. Mandaringa necha baho? Mandaringa ham 5 baho rosa ham chiroyli bezatibsiz. Sizlarga ham yoqayotgan bo'lsa, like qo'yinglar. Qanaqadir chiroyli новогодний vibe beryaptimi? Da, mana yana sun'iy kaminimiz ham bor. O'zbekchasiga nima deydi? Esimdan chiqib qoldi. Bilmadim. Kamin. Mo'rami? Mo'ra deydi. Mo'ra deydimi? Mo'ra u mo'ra emasmi? Did Morozda tushib keladigan. O'sha yerda yoqadi-ku, kinolarda ko'rsatadi. Mo'ra dedim. Shu kaminni mo'ra deydimi o'zbekchasida? Menimcha shunaqa. Bilganlar kommentariyada yozib olinglar. To'g'risi hozir esimdan chiqib qoldi. Bilasizmi? Mamitga o'zingiz aytdingiz-ku, kamin qo'yamiz deb. Qo'yib, o'sha 5-6 minut o'tirganimizdan keyin miyamga kelib qoldi. Xudo xolasa katta uyim bo'lsin-da, отдельный, реальный shunaqa kaminim bo'lsin. Shunaqa bormi? Shunaqa uylar bormi? Bor. Где вот siz yoqishingizga to'g'ri keladimi yoki искусственный bo'ladimi? Yo'q, искусственный bo'lmaydi. Shunaqa ovozi chiqadimi shunaqa? O'tin yoqsang ovozi chiqadi. Juda. Grill qildik-ku yaqinda, olov yoqdik. Ovozi chiqdimi? Unda unaqasi kerak emas, hidi chiqib ketadi uyga. Yo'q, hidi chiqmaydi. U spesial shunaqa qurilgan-ku. Yo'q, hidi chiqmaydimi? Yo'q, tutun deyapsanmi? Ha, tutunni hidi kelib qoladi. Tutun tepaga chiqib ketadi. Mana shu 5-6 minut chetdan o'tirib, xayolim kelib qoldi-da. Anaqa kinolarda men ko'rasan-ku, kinolarda ko'p bo'ladi anaqa divan kreslolarda qo'yib olishadi, o'tiradi. Kitob o'qiydi, O'tinda yoqasan, kattagina anaqasi bo'ladi. Bo'ldi, tutun tepaga chiqib ketadi, sen o'tiraverasan. Shunaqa bo'lishni xohlayman. Zo'r-a? Rostakasım olov yoqasan. Zo'r. Yana ovozi ham chiroyli eshitilar ekan-da. Menga hammasi yoqyapti. Soat necha deng? 11 dedingmi? 11:14 ujda. 11:14. Sitora Bonu soat 6dan beri harakat qiladi. Bu yerda chiroyli qilishga. Men soat 10da keldimmi? 10da. 10da keldim. Svet, kamera, shtativ, hozir bitta karavatimiz ustida asobi qimirlolmaymiz ham. 1 soatdan beri kamerani qo'ya olmayotgandik. Yo'q, 1 soatdan beri u ikkalamiz uringanimiz. Men qancha urindim? Men kamerani yaxshi qo'ya olmaganim, boshi butunlay boshqa joyga qo'yganim. Nimaga u? Mana qadey qarang. Bunda qarayapman-da o'zim kameraga. Bilmayman, bir tarafi shunda oqib qolgan. Qanaqa to'g'rilayman deyman. Keyin Farruh akam kelsalar,
o'zlari qilib beradilar dedim. Вот man hozir o'tirib уже mana bu kamin ovozi kaminmi to'g'ri aytyapmanmi? Kamin вроде. Kamin на и ударение. Da Kamin. kamin Да. kamin o'zbekchasiga ham to'g'ri aytolmadim, ruschasiga ham to'g'ri aytolmadim. Kamin buni ovozi mana bunaqa chiroqlar, shamlar, mandarin qanaqadir vibe beryapti. Menga ko'proq новогодний vibe beryapti. Da, Da? новогодний. Sizda yangi yil qanaqa o'tgan hozir uyda? Uydami? Uydagi yangi yil man har doim ovqat, конечно. Ayam mandarin xuddi shunaqa. Yo'q, mandarindan ham ko'ra ko'proq bananga ishqiboz bo'lardim men. Yo'q. Banan yeyishga, banan bo'lmasdi-da. Yo'q, rostdan. Da, unaqa mandarin nima demas edi. Man bananni obro'si katta edi mandarinni. Banan bo'lmasmidi? Yo'q, faqat yangi yilga yerdik. Yo'q-e? Da. Banan yemas edik. Yo'q. Faqat yangi yilda. Allalash. Yoki qanaqadir mehmonda. No, sen Toshkentda katta bo'lgansan. Ha, Qo'qonda, u qishloqda bizda bo'lmaganda. Endi men aytyapman, o'sha maktab paytlarimda nechinchi yil bo'lgan? Men 97-yilman. Futbolkadan bilaveringlar. Xo'p, siz qarang. Nechinchi yillar bo'ladi? Men hisoblolmayman-da. 97 bo'lsa 7 yosh, 2004. 7 yoshligingizda endi maktabga chiqqan davringizda 2004, to есть 2010-15 bo'ladimi shunaqami? 2015. 2004, 2010 o'sha paytlar. Bitta bizda emas, hammada shunaqa bo'lgan. Faqat yangi yilda shunaqa tortlar, oливье salatlar faqat o'sha kuni yeyilardi, ertasi kuni bo'ldi. Demak, yoshimiz 6 yosh farq bo'lsa, u hayotda ham qanaqadir katta o'tdi. No, yoshda ham emas, endi joyda ham. Joydami ekan? Da. Masalan, siz aytyapsiz, yangi yilda banan yerdik yoki oливье salat. Men eslamayman unaqa narsani. Men любой payt. Bizami? Men No, sen esing taniganingda o'sha hamma narsa bo'lganda. Hamma esim taniganimda hamma narsa bor edi. Sendan so'raganman, даже sen knopочный telefonlar ham ishlatmagan ekansan. Yo'q, men сразу sensorный telefon Men ishlatganman. tasavvur qila olmayman. Men birinchi marta qo'limga qaysi telefon olganman? 62 30 deganmi? 62 33 mi degan telefon bo'lardi. Nokia'mi? Prikoli bor edi. Unda kolonkasini bundoq bossang lekin ovozi balandroq chiqardi. Fleshkalar necha? Tam 128 megabayt. Gigabayt ham emas. 128 megabayt. 256 megabayt. 512 ta уже wow. 1 gigabayt bo'la o'qimasdi ham 1 gigabaytda bir xilga telefonlar. Ha. Rosa telefon almashtirib qiziq bo'lganda. Keyin o'sha menimcha bir 9-sinflar bo'lganimda Siz anaqa sensorli telefon. Kitayskiy o'sha sensorli anaqalar chiqdi. O'shani olgansiz. Endi bizni qishloqqa o'sha men Qo'qonda bo'lgan. Balki Toshkentda уже tarqalib ketgan bo'lsa kerak, bilmadim. Qishloqda lekin shunaqa bo'lgan. Demak, siz yoshligingizda telefon uncha ishlatmagansiz. Men 8 yoki 9 da boshlaganman. Yoshingizda или sinfda? Sinfda. Sinfda? Da. O, boje. No. Men oldinroq boshlaganman telefon ishlatishni. 1-sinfdami? 1-sinfda emas. Yo'q. 1-sinfimda bor edi telefonim. Men anaqaga borardim, stomatologga borardim. O'zim avtobusda borardim. Oyim o'tardilar uyimizdan, shunda mahalladan 45 avtobus kelardi. Men sanardim 3 ostanovkadan keyin tushishim kerak edi. O'sha yerga borardim, oldin plastinka taqardim, o'sha yerdan torttirib yana qaytib kelardim.
O'shanda men Tishkam. tishkada. Man eslayman, что mama мне звонила. Значит, у меня был тогда telefon. To'g'ri, men bir xil ishlatmasdim. Там 2-sinfda, 3-sinfda может ishlatmaganman. Но men eslolmayman, что ой, у меня кнопочный telefon demaganman. Lekin mana sensorli telefonni ham rosa ko'p almashtirganman. Chunki ko'p tushib ketardi-da qo'limdan. Tushib ketardi, men akamga olib borardim, sindirib qo'ydim, keyin shunda tuzatib berardi. Borardim, masalan, esimda prям konkretno qizil telefonim bo'lgan, Samsung A21 degan. Bir oyda 3 marta, 4 marta prям ekrani sinig'i chiqib ketib darajada sindirib yuborganman. Men otilibdi, mana senga deb otmaganman, o'zi tushib ketardi. Mana telefon masalasida birinchi marta iPhone'ni etsam bo'ladi. Mana men esimda birinchi marta iPhone ishlatganman. Bu institutga kirganimda, birinchi yoki ikkinchi kursda siz menga sovg'a qilgansiz. Unda hali to'yimiz bo'lmagan, endi gaplashishni boshlagan paytimiz bo'lgan. Endi mana 1 oy bo'lgan gaplashishimizga, siz menga sovg'a qilgansiz o'sha iPhone'ni. Mana shu esimda, lekin mana iPhone telefonim bo'lgan deb eslolmayman. Keyin boy rosa kulgim keldi. Banang deganingizga men birinchi marta eshitganman bu narsani. Yana keling mashina davom ettiraylik. Rosa qiziq bo'ldi. Qarang, savol menda hozir juda qiziq keldi. Uyda archa bezatarmidinglar? Archa bo'lardi. Har doim ham bo'lganmi esimda yo'q, lekin archa bo'lardi. Bezatganmisiz o'zingiz? O'shani dumaloqchalarim, dozarchalar bo'lardi. Qilardik. Juda katta bo'lmagan. Normalniy qanaqadir bilmadim. Na уровне. Mashincha. Mayli. Juda katta emas, lekin bezatardik. Reklama boshlanib ketdi bizda. O'zimizda reklama chiqmaydi YouTube'da. Yo'q, Toshkentda chiqmaydi. Вот, Germaniyada YouTube'da reklama chiqadi. Это не новость. Ko'p chiqadi-ku. Nima bo'ldi endi? Sizda internetingiz yaxshi ishlamay qoldi, naverni. Bo'ldi. Bizni videomizni buzmasin. Archamiz bo'lardi, bezatardik. Men yaxshi ko'radigan narsa, hozir ham eslaydigan narsa, boya aytganimdek, bu ovqat. Aliviyedan ham ko'ra ayamda pechkada pishirgan tovuqlarni yaxshi ko'rardim. Mana ustida ko'richkalari bor. Shunaqangi birinchi u tovuqni yeb, undan keyin tam soklar, kola bo'lardi. Kola, sok ichmas edik boshqa paytda. Originalniy kola, Fanta. Qo'ysiz. Даже kola olamizmi, Fanta olamizmi, u ham anaqa bo'lardi. Это hal qilish kerak buni. Kolami, Fantami? Типа faqat yengil o'yin. Da. Это смешно мне, честное слово. Yo'q, bechara bo'lmaganmiz. Просто hech kim olmaganda. Kim Arktika kola, Fantalarni eslaydi? Yozinglar, yozib yuboringlar. Ichilmagan. Aldagasim kolalarmi? Narxini eslolmayman. Masalan, o'sha Arktika kola neoriginalniy, oddiy tuftasi. Misol 100 so'm deylik. Bilmayman, esimda yo'q, hozir esimga tushmayapti. 100 so'm deylik. U originalniy kola, bilmayman, 1000 so'm. Yo'q, lekin men eslolmayman, menda shunaqa bo'lgani. To'ylarga ham borsak, unaqa originalniy, men Nestle suvini bor-ku, ko'rsak, dirdik, qanaqa suv ekan bu, hech qachon ochib tuxumimiz yetmagan. Keyin oxir bir marta ochilganini ichib ko'rganimda, gazli suv ekan. Gazli suvni ichganimda ham anaqa bo'lgan, bir yangilik bo'lgan, gazli suv. To'g'risi, birinchi marta eshitdim, juda qiziq menga. Mandarinda yaxshi eslolmayman. Mandarin ham bo'lgan lekin. Banandan anaqasi avtoriteti pastroq bo'lgan. Banan. U ham
nima emas, buni unday ko'p bana emas, bittadan yoki o'shani ham bo'lib. Keyin 12da ayam sandig'idan anaqa nima idishchalarni olib, chiroyli stakanlardan nima qilib kola yoki soklarni unaqa qilib ichardi. Keyin undan keyin tort. Yaqinda aytdim-ku senga oddiy tort, shunaqa oddiy tort mahallada qaysidir xola kimdir qilardi, qilib berardi. Keyin ko'tarib olib kelib qo'yardik. Ayam o'sha kuni tinmasdi, ayam narsa tayyorlardi bizga. Mana shunaqa. Ovqat xullas. Ovqat. Keyin o'zinglar kutib olarmidinglar yengilni yoki mehmonlar kelisharmidi? Yo'q, katta uyimizga ham bir borib kelardik. Ozgincha o'tirib, gaplashib, keyin qaytib kelardik-da, o'zimiz o'tirardik. Sizda bunaqa narsa bo'lmaganmi? Televizor ham ko'rganmisizlar? Voy, yangi yil kuni O'sha yerda eng zo'r kinolar yangi yil kuni bo'lardi. Bizada bitta traditsiya bor edi. Rovno 0:00 bo'lganda prezident gapirib chiqadilar-yu. O'shani bokal ushlab olib, eshitib, keyin urishtirib, bokalni kola bo'ladimi, kimdirda detskiy shampanskiy bo'ladimi, keyin qanaqadir mazza qilardik-da, yangi yil qilib, derazani ochib, o'shani 8-etajda yashirdik. Salyut bo'lardi, o'shani tomosha qilardim. Sizlarda ham salyut bo'lganmi? Salyut bo'lardi, ha. Unaqa prям hamma joyda emas-ku, lekin ovozi eshitilardi. Chiqib ko'rganingni ko'rarding. Anaqa paqildoq otardi ko'pchilik. Mana tepada otadiganlar qimmat edi-da. Hamma ham otolmas. Men ham o'zim hech qachon otib ko'rmaganman, lekin prям oynamizdan prям vashshi ko'p salyut otilardi. Mazza qilib ko'rardingiz-da. Har yili bo'lardi shunaqa. Men shu yerda ko'rdim oxirgi 2-3 yilda. Mana shu yerdan prям shunday balkonga chiqib tomosha qilib turdim. Hamma shunaqa salyut deydi. Salyut. Biz ham otaylik endi. Mumkinmi? Menimcha mumkin. Olaylik. Valloh olamiz. Ovqatda aytdim, televizor ko'rish bu ikkinchisi. Ertalabdan nimaga televizor ko'rishni yaxshi ko'radim. Birinchidan televizorda zo'r narsalar berardi o'sha kuni, zo'r kinolar, bir oy oldindan reklama qilardi. 31-dekabr soat 20:00 deb Yangi qanaqadir o'sha kuni svet o'chmas edi. Bizda svet ko'p o'chardi boshqa payti. O'sha payti ko'p o'chsa kerak-da. Hozir Qo'qonda o'chmaydi. O'sha paytda hozir o'chmay qo'ygan. O'sha paytlari u 2010 bilmadim nechinchi yilgacha. O'sha maktabda o'raysiz. Ko'p svet o'chardi, ayniqsa qishda. Kunduzi даже umuman bir kunda qishda 2 soat, 1 soat ham berishi mumkin. Juda kam bo'lardi. O'shaning uchun mazza qilib televizor ko'rib, ovqatlanib, bir yili yangi yil kuni qor yog'gan rosa. O'sha hech esimdan chiqmaydi. Prям mazza qilganmiz. Kechasi bilan hamma chiqqanda ko'chaga, mahallaga, katta kichik hamma chiqib, katta qor bo'lib yasaganmiz. Kelaman uyga, perchatkalarim ho'l bo'lib ketgan, quritaman, so'qotib qo'yganman. Perchatkalarimni quritaman, oyoq kiyimimni quritamanda tezda yana chiqib ketaman. Ayam narsa pishirayotgan, prям yangi yil kuni degan. Keyin kino ko'rib, menda ko'p bo'lardi. Yangi yil kuni uxlamayman dedim-da. Ertalabgacha uxlab qolardim. Mana shunaqa. Uzog'i bilmayman, 1-2 gacha bo'lgan. Mana 1-2 gacha uzog'i bo'lganman, lekin bir marta esimda men uxlamaganman, kino ko'rib chiqqanman ertalabgacha, 6 gacha serial ko'rib chiqqanman.
Keyin bir marta bo'lgan bo'ldi. Atak men ham uxlamayman, qarab turaman deb 1-2da uxlab qolardim yoshligimda. Sen nima yaxshi ko'rarding? Qanaqa yangi yil kuni? Bizada yangi yil kuni million xillar. Nimani eslaysan hozir? Xo'p, Yangi yil kuni qanaqa bo'lishi kerak? Idealniy idealni birinchi o'rinda bezatish. Bilmayman, men yaxshi ko'raman bezatish. Hech kim masalan yengil kelyapti, archani olaylik demasdi-da mendan tashqari. Men olardim. 1 oy oldin olib, qo'yib bezatardim. Keyin bunaqa girlyanda bormi? Bugun endi o'sha girlyandani ko'p olib, men bu devorga tam 2020-2021 qilib har yili katta qilib o'zim bunday girlyandalarni osib chiqardim men. O'shani har yili devorda. O'sha esimda juda ham yaxshi ko'rardim. Sizga o'xshab ovqat. Lekin bizada million xil narsa pishirardik. Mana olivye ham, tam sho'rva ham, somsa ham, norin ham, hamma narsa bo'lardi. Dasturxonga bitta piyola qo'ygan joy bo'lmasdi. Hamma narsani pishirardik. Keraksiz narsa ko'p bo'lardi-da, yeyolmasdik ham. Keyin hammamiz oilaviy o'tirib mandarin, как положено. Men mandarin yeyish yaxshi ko'rardim o'sha kuni. Olivye, как положено, qolgan narsa qolardi. Keyin o'sha hamma tilak aytardi, esladim men. Hamma tilagini aytardi, ushlab olardi-da, chiroyli ryumkani, kolami, fantami qo'yib, tilagini aytardi. Kelayotgan yengilimiz yaxshi bo'lsin, oilamizga qanaqadir yaxshilik olib kelsin deb hamma o'zini aytardi. Keyin itok qilardik. Hammamiz emas, kimdir eslab qolsa, men konkretno mana itok qildim demasdim. Tam ayammi, adammi aytardilar. Voy, bu yil mana bunaqa narsa oldiga yoki tam bu yil Sitora o'qishga kirdi yoki bu yil Aktam Xitoyga ketdi. Shunaqa deb, yaxshi yengil butun 1 yilda nima o'tganini eslab olishardi-da. Keyin mana shunaqa oila davrasida o'tirardik. Kino тоже. Ko'pincha biz kino ko'rmasdik. Biz anaqa ko'rardik. Anaqa bo'ladi-yu, artistlar ashula aytib chiqadi-ku. Har xil ashulalar, novogodniy bo'lardi. O'shani baland qilib turib o'zimiz o'ynardik. Adam videoga olardilar bizani. Biz hammamiz o'ynardik. O'zingizlar kutarmidinglar? Yo, mehmon ham kelarmi? Ko'pincha men eslayman, mehmon bilan kutardim. Yo'q. Ko'pincha men eslayman. Menga yoqardi. Men yaxshi ko'raman. Bizning uyimizda juda ham ko'p mehmon kelardi. Juda. Juda ham ko'p mehmon kelardi. Yengil ham. Men esimda oxirgi 3-4 yildagi yengil ayam, adajon kelishardi. O'shanda men sizga turmushga chiqmagandim, demak. Yo'q. Yangi yilni kutib olmagansizlar-ku. Men aytmoqchi bo'lganim, prямо o'tirib birga, ровно 12. Mehmon kelib ketishi, Это нормально, да. Ровно 12da o'zimiz kutardik. Yangi yilni kutib olishda aytyapman. Да, o'zimiz kutardik-da. А я думала, прям процесс типа 9, 10, 11, как вы там сидели, машина nazarda tutyapsiz deb o'ylabman. Yo'q. Ne, ровно 12da o'zimiz, конечно, kutardik. Da. Chunki hamma uyga ketardi-yu. Bilasizmi, shunaqa gap bor. Hozir balki kularsiz. Yangi yilni ровно 12da yengil kirganda yengilni uyda kutish kerak, bo'lmasa 1 yil dayda bo'lib yuradi. Eshitmaganmisiz? Bo'lmasa daydaymiz deb aytishardi. Kelgan mehmonlar ham soatga qarab turardi. Tam 11:30 bo'ldi, 11 bo'ldi, uyimizga ketishimiz kerak, bo'lmasa 1 yil dayda bo'lib o'tib ketamiz deb shunaqa ibora bor edi. Kech payt ko'chaga chiqasmidinglar Toshkentda? Nima bo'ladi yangi yil kuni? Yo'q, biz chiqmasdik lekin. Chiqmasmidinglar? 12dan keyin chiqmasdik. Yo'q, umuman o'sha kuni deyman, kech payt. Ketdik, shahar aylanib kelamiz. Yo'q, unaqasi bo'lmagan. Akam o'rtoqlari bilan ketishlari mumkin edi. O'rtoqlarim chaqiryapti Donbassga deb.
atak konkretno bizda yo'q. Bizda уже charchab, yotib, dam olib, anaqa qilardik. Konsert qo'yardik-da uyda, baland qilib muzikalarni qo'yib o'ynardik. No konkretno ko'chaga chiqib nimadir aylanib kelaylik deganni eslamayman. Bu yil qanaqa kutib olamiz endi? Bu yil menga nima berishingiz kerak? Xohlagan narsang. Yo'q, 5 kilo mandarin. 5 kilo mandarin. Bu yil 1 kilo menga ekan, 4 kilo Setorabonuga ekan. ha. Yo'q, tushuntirib berdim-ku nimaga 1 kilo sizga, 4 kilo menga. Yana tushuntirib ber, Qarang. nimaga? Mandarin olamiz 30-dekabr kuni. 30-dekabr kuni men 1 kilo yeyman. Ha. Keyin 31 keladi. Men yemayman u kuni. Yo'q, o'sha kuni endi siz ishda bo'lasiz, zanit bo'lasiz-da. Ha. Mana 1 kilo menga ketdi. Aha. 31 men ertalab yana 1 kilo yeyman. Siz yarim kilo yeysiz. Ertalab men o'tgan safar ham tushunmadim-da. Yo'q, olib beraman. Hozir videochi yana so'ragim kelyapti. Ha. 1 kilo ertalab deyapsan, Ha. Ertalab qaysi payt, nechida masalan? Men hech ertalab uyg'onganimdan keyin 1 kilo mandarin yegim kelmaganda. Biz yana muzikamizni bo'lib qo'yishdi, o'tib ketdi tezda. Yo'q, siz oxirigacha yeysiz, yengil kuni yeymanman. 1 kilo ertalab yeyman, 2 kilo bo'ldi. Siz yarim kilo yeysiz, yarim kilo yeysiz. Men ertalab. Ha. No, xohlasangiz obedda, no yarim kilo yeysiz. Xo'p. Nimaga men yarim kilo? Endi siz bilmayman, men shunaqa rishig'lar. Men shunaqa. Keyin qarayman, 2 kilo bo'ldi, sizda yarim kilo bo'ldi, to'g'rimi? To'g'risi. Gapingizni bo'ldim. Kelganimda yaxshi edim. O'tirganimdan keyin qanaqadir ko'zim anaqa yumilib ketyapti. Charchab qolgansizda. Aytaymi nimaga? Obedda 1 soat uxlamadingizmi? Bo'lishi mumkin. 1 soat va shunchun balki qanaqadir ko'z yumilib ketyapti emas, qanaqa qiynalyapman, bunday xuddi. Siz anaqami? Yoshlamayaptimi? Da. Voy, yana boshqacha o'tirib ko'ring. Hop, yarim kilo menga. Ha. Hop. Keyin Siz 1 kilo. Men 1 kilo. Menda hozir 2 kilo, sizda yarim kilo bo'ldi. Hop. Keyin kechki payt men yana 1 kilo yeyman. Menda 3 kilo bo'ldi. Keyin siz yana yarim kilo yeysiz. To'g'rimi? Yo, siz o'sha kuni faqat yarim kilo yeysiz. Hop. 31-kuni. Keyin bitta 31-kuni men faqat yarim kilo yeyman. Ha, men 3 kilo yeyman. Nimaga? Men shunaqa dedim chunki. Keyin qarang, 31-kuni keladi. Yo, 31 tugadi. 1-kuni endi yangi yil davom etishi kerak-ku. 1-kuni mandarinimiz tugab qolishi mumkin. Shuning uchun qarang, siz yana yarim kilo yeysiz. Shunda sizda 1 kilo bo'ladi. Men yana 1 kilo yeyman. Shunda menda 4 kilo, sizda 1 kilo. Tushundingizmi? Shunda 5 kilo mandarin olamiz. 4 kilo menga, 1 kilo sizga. Ali. Yana kimdir 5 kilo mandarin yeydimi? Olib beramiz. Olamiz. Ko'rdik-ku, o'tgan kuni yashikka qo'yib qo'ygan ekan 2,5 kiloni. 2,5 kiloda. Bo'ldi, 2 ta olamiz. Keyin bunaqa mandarin bo'lishi kerak, kichkina. Mana mandarin turibdi-ki, yemayapsan-ku hozir. Yeyapman-ku. Yo'q, bu yangi yil kuni. Lekin yaxshi ekan, men bitta yedim. Orqangizda bor, siz bitta olib bering. Buni men piramida qilib qo'ydim-da, biza olmayman. Ha. Chiroylimi? Mana shu qarang, mana shunda bunda 4 ga bo'lingani kichkina mandarincha kerak menga. Unaqasini ko'rmayapmiz, harakat qilamiz, yana qidiramiz boshqa magazinlardan ham. Yangi yilda chiqib qolar. Chiqib qolar-da. Lekin men anaqa institutda o'qiganimda adam o'qishdan mana olib kelardilar-da bir. O'shanda yo'lda to'xtab, shunaqa kichkina 1 kilo mandarin olib berardilar. Men uyga borguncha archib yeb qo'yardim. Men ko'p yemaganman, lekin yoqqan menga. Esimda yo'q, oxirgi marta qachon kichkina mandarin yeganman. Menga yo'q. Bitta hech qachon ko'rmadim kichkina mandarin bor-ku. Mayli, chiqmasa mana kattasini ham olamiz. Da.
keyin man anaqa qilmoqchiman. 5 kilo mandarinni fotosessiya qilmoqchiman. Ko'chaga men chiqamanda, ikkalamiz chiqamiz. Men bunaqa Ded Moroz'ni kiyimiga o'xshab shunaqa kiyim olaman. Ikkalamiz ham bir xil kiyamiz. Keyin chiqamiz. Xo'p. Ana fotoapparatchamizni olamiz. Chiroyli manzarada qanaqadir mandarinlarimizni sochib, munday ushlab rasmga tushamiz. Xo'pmi? Keyin bunaqa Ded Moroz'ni shapchikasi ham bo'lishi kerak. Bo'ldi. Mana shuni olsak bo'lmaydimi kiyim? Sig'maydi-yu. Necha qo'ling kelib olasan barmog'ingga. Lekin aslida chiroyli ekan, zo'r anaqa. Juda chiroyli. Mandarinmi yoki bananmi? Mandarin. Mandarinmi yoki ananasmi? Mandarin. Ananas я не любитель. Mandarinmi yoki nokmi? Nok не всегда удачный shirin chiqadi. Mandarin. Mandarinmi yoki uzummi? Uzumni ham не любительman. Mandarin. Bo'ldi, unda mandarin yutdi. Mandarinmi, mottimi nima deding? Moti. Mottimi. Moti, конечно. Motti. Mottimi yoki sushimi? Ikkalasi. Ikkalasi. Yeb ko'ramizmi? Oching. Hı. Buni siz tanladingiz, yaxshi chiqdi. Shular zo'r vibe beryapti. Yangi yilda podarka berarmidinglar bir-biringlarga? Yo'q. Bizda ham yo'q. Lekin men pul so'rardim hammadan. Kinolarda ko'rardim. Xuddi boshqa dunyodek tuyuladi u kinoda ko'rganingda. Ertalab turadi, bolachalar deb archani oldiga yugurib boradi, keyin podarka oladi. Men hech kimga podarka bermaganman yangi yilda, lekin hammadan pul olardim. Menga yetarli bo'lardi yangi yil kuni o'sha svetni borligi, men mazza qilib yemagan narsalarimni, ichmagan narsalarimni ichaman. Shuni o'zi yetarli bo'lardi. Bir televizor ko'rib, ana kino-pinolardan ko'rib, men ham xohlayman shunaqa, unaqa bo'lmagan ham degan. Va sovg'a xohlayman. Bo'lmagan unaqa narsa. Yoki ana paypoqchalarda ilib qo'yadi bu narsalarni. Biz borini bezatib qo'yardik, bo'ldi deydi. Ana dumaloqcha sharchalarni ilib Men qo'yardik. har yili olardim yangi. Qanaqadir yangicha narsa chiqadi-ku, olardim men. Shuni ilishim kerak, shuni anaqa qilishim kerak, sharishtirishim kerak. Bezatishga qiziqardim-da. Keyin qarang. Esimga tushib ketdi, yana meni eng yaxshi ko'rgan narsam yangi yilda nima bo'lardi? Hamma mana katta opam ham, kichkina opam ham turmushga chiqmasdan oldin, endi hammamiz oilaviy o'tirganimizda katta opam ham, kichkina opam ham narsa pishirardi, oyim, akam magazinga borib kelardi, adam ham zo'r narsalar pishirardilar. Hammamiz oilaviy nimadir qilganimizda meni vazifam qanaqa bo'lardi deymi? Men stol bezatardim. Men chotki servirovka qilardim. Tarelkalarni taxlab, vilochka, ложечка, hamma narsani prям chotki qilib qo'yib qo'yardim. Shu esimga tushib ketdi. Sen yemisanmi? Yedim. Shunimi? Qayerdan oldik buni? Bu yerda olmadik. Kauflanddan olmadikmi? Kauflanddan ham olmadik. Esladim. Esimdan chiqib qoldi. Turk magazinidan oldik. Turk magazinidan oldik. Bo'ldi, 5 kilo mandarin bo'lsa 5 kilo mandarin. Keyin qarang, plan qilamiz. Yangi yil kuni ko'p narsa pishirmaymiz, chunki yemaymiz, uvol bo'ladi, qolib ketadi. Faqat olivye qilamiz, samsa qilamiz. O'zim xamir olaman. Prям слоёный. Покупной emas, magazindan. Prям слоёный bunaqa yoyib,
go'shtli somsa и оливье. Ikkita. И 5 kilo mandalin. И to'rt ham mayli. Oq to'rt aytdingiz-ku? Ana. Ichida bijir ekan, oppoq to'rt. Biskviti ham oq bo'lsin, kremi ham shunaqa qilamiz. Qali. Zo'r. Tovuq hamma yo'q. Menga tovuq uncha yoqmaydi, quruq chiqishi mumkin. Yaxshi pishira olmayman. Yo, tovuq kerak emas. Samsa, оливье и Bo'ldi, To'rt. hozir shu aytganlarimiz. keyin fotosessiya, rasmga tushishimiz kerak. Запечатлеть qilish kerak. Qilamiz. Keyin ryumka olish kerak. Ryumka. Da. Ryumka chiroyli kolani solib ichgan. Bokalda bo'lmaydi. Tushundingizmi? Olamiz. Mana unaqa chiroyli bokal bo'ladi. Bunday urishtirib ichadigan. Bunda urishtirgan tan deyish kerak. Yoki unaqa prikolnisi bor. Bunaqa katta bo'ladi. U ham prikolni. Solsangiz 1 litr ketib qoladi. Lekin u katta, chiroyli-da bunday ichish. Kim unaqa ichadi? Katta prikolni 1 litr ketadigan idishda. Yo, ichiga 1 litr Ajoyib, hech qachon ko'rmaganman. Naborot, rumka u chiroyli, bunda ingichka bo'ladi, bunda ushlaydigan joylari. Bunday qilib teng qilib urishing kerak. Ingichkasi ham chiroyli. Umuman kattasi ham bor magazinda. Teddy magazinda ko'rdim men yaqinda. Mana bunaqa ushlaydigani bor. Imom bitta baqaloq kattada 1 litrdan sig'adi, lekin eshting. Lekin 1 litr solmaymiz. Uni для прикола bunday katta qilib ichamiz. Tushundingizmi? Unda mayli siz ingichka sinali, men baqaloqni olaman. Zo'r-ku. Ajoyib nimalar topib olasan. Mani Marojniy tanla desa, limonli. mango. 18 xil marojniy turibdi. Mangoli, limonli, qanaqadir yong'oqli. Anoni aytib bering, yaqinda emas, o'sha marojniy olganimizda. Har safar shunaqa bo'ladi. Nima bo'ladi? Oxirgi safar ham limonli deding sen, birinchi aytgan. Anani ayting. Siz fistashkovoy oldingiz, men mango oldim. Kim limonli, mangoli marojniy? Ну, это же сразу понятно, сразу. Limonli o'zi bir qanaqadir nima deydi, universalniy nima emas. Hamma ham yomaydi. Мне нравится. Но не всегда. Qachon olgandingda zo'r chiqqan prямо limonli marojniy yegansan, mazza qilib qachon? Shu oxirgi marta oldik-ku, ichida limonligini ham soldirmadim. Limon yo'q edi aytdi. Esladim. Chunki siz yo'q yemaysan, baba, atala chiqadi dedingizmi? Keyin men tanladim, hammasi yoqdi, to'g'rimi? Ha. 4 xil plus 3 7 xilini oldik, hammasi yoqdi. Chunki siz bilasiz, menga yoqmasa, men siznikini yeyman, siz menikini yeysiz. Sen har safar shunaqa qilasan. Sen qilmaysan, men beraman keyin. Senga yo'q deya olmayman-da, bo'pti, ol deyman. Sen bitta tishlab ko'rasan-da, уже sen yuzingdan bilaman. Yeb ko'rmasingdan oldin ham bilaman, что u. Da, bemazaligi. Nima har safar shunaqa bo'ladi? Men bitta yeb ko'raman rostdan ham. Сразу, Anochi, eslaydami, rosa qotaman hozir, eslasam. Hozir sizdan esizgacha. Mango fistashkami? Yo'q, shaurma. Shaurmami? Men turk oshxonasiga keldik. O'sha faqat nima qilar, to'g'rimi? Lavash, shunga o'xshagan narsalar edi. Yo, qanaqadir restoranmi? Restoran edi, skoriya. Yo, pol restoranmi? Pol restoran edi, prям restoran. Turklar ovqatlanadigan joyga keldik. Menyusini qarayapman. Bironta ham to'g'risi bir bizga tanish bo'lgan nima yo'q edi-da. Hammasi g'alati qanaqadir. Rasm ham g'alati, tushunarsiz edi. Da. Kimdoq qarasam, bundoq qizartirib durum bir bola deb qo'ygan. O, точно bu yaxshi. Men shuni aytdim, sen, я хочу что-то новое. Har safar shunaqa deyman-ku. Keyin nima bo'lgan keyin? Keyin Farg'agamniki chiroyli uzunchoq qanaqadir lavashga o'ralgan, prям ingichka, to'la go'sht, durum kelgan. Nomi durum. Menga yarimta baton non baqaloq
ichi shunda ochsam Quruq. quppa quruq 4 ta dona go'shi bor o'rtada bo'ldi. O'tlari bor. O'tlari bor, yon atrofi nonlari shunda pustoy quppa quruq. Rostdan nimaga unaqa bo'lgan? Bilmayman, lekin qarang, ana qiz ofitsiant qizimda olib kelyapti-da. Olib kelyapti. Men уже bilmayman. Meniki вот прям bo'lmaydigan. Olib keldi, shunda qo'ydi. Siznikini qo'ydi. Siz bitta tishladingiz o'zingiznikini. Men bunday qildim. Bitta ochdim. Bitta yopdim. Dardim ichimda. Indamadim, bitta tishladim. Indamay qarab turibman. Keyin siz yeb ko'rasanmi menikini dedingiz. Keyin men yeb ko'rdim siznikini. Keyin siz menikini yeb ko'rdingiz. Bunday qaradingiz-da menga. Almashamizmi dedingiz. Keyin bunday qaradi. Конечно dedim. Keyin bilsam siz adelabdan aytibsiz. Chunki bildingiz menga yoqmadi. Har safar shunaqa bo'ladi-yu. Oxirgi marta olganimizda ham, oxirgi martadan bitta paslik, bitta oldin. Men mangoli morojniy oldim, siz fistashkoy oldingiz. Men mangoni yeb ko'rdim, uncha yaxshi emas ekan. Keyin men fistashkani yeb qo'ydim, siz mangoni majburan yedingiz. O'shaning uchun men bo'lmaydi desam, xafa bo'lmasdan, ha desang, o'sha zo'rini senga beraman. Ikkalamiz ham zo'rini yeymiz. Itoga o'sha mangoni tashlab yuborganmiz esingdami? Yo'magan. Yo'q, g'alati chiqqanda. Da. Ну, hamma joyda har xil prosta. Вот oxirgi marta yeganimiz, ana Italiano bir balo edi, U to'g'rimi? dahshat edi. Hammasi zo'r edi. Prям. Даже ana qanaqadir pechennigliklari ham yaxshi edi, lekin prямо zo'r ketmadi, to'yib qoldim men. Lekin nima yedik? Bananmi? Sendan nima yedim? Bananmi? Banan zo'r edi. Mandarin. Ha, mandarin. Sizniki banan zo'r edi. Mandarin, banan, fistashka, yana nima bor? Olcha bor. Olcha. Keyin funduk bor edi. Вот funduk ham yaxshi edi, lekin zo'r anaqa bo'lmadi menga funduk. Naverno. Funduk bilan pechenni уже zo'r ketmadi. Menga mandarin zo'r ketdi. O'sha banan hozir sanaganlarimiz tepada. Masha zo'r edi. Mazza qilib yegandim men. Yana boramizmi? Da, yaqinda boramiz 26-da. Yaqindan Vaynax marketlar ham boshlanadi. Vaynax market Новогодний marketmidi? Переводи? Yo'q, Rождество. Рождественский маркет. Рождественский. Вроде Да. так. Почему? Не можем проговорить. Shunaqa. Yana men xohlardim qaysidir yangi yilda bir liba Parij. No, menga qiziq. Kech payt 12da Eyfel bashnani oldiga yoki qayta to'planadi hamma. O'sha oldiga chiqib, ko'pchilik bilan qanaqadir kutib olishmi? Ko'chada. Keyin yana bitta yangi yilda xohlardim. Shvetsariya qanaqadir tog'li qor bor joyida bor-ku. Вот прям qanaqadir tepalik qorda siz o'shda turibsiz. No, xullas qor bo'lsin, Tepalik tog'larida qanaqadir chiroyli mehmonxona, boshqacha qanaqadir современный nima emas, qanaqadir yog'ochdan bir особенный bo'ladi-ku. Masalan, прямо dizaynerskiy qanaqadir dеревенский. Da. Men Shunaqa joyda. Tepa qanaqa yengillikni kutib olsam. Da oynadan bundoq qaraysan, qor. Tog'. Да. Это очень красиво выглядит. Вот ikkita anaqasi. Men o'ylab ko'rmagan ekanman yana. Вот hozir o'ylab. Даже bizda ham anaqa qilmada, вот чисто o'zing вот qayerda kutib olgan bo'lardi. Чисто прям o'zim. Da, bitta o'zingdan anaqa qilib ko'r, tasavvur qilib ko'r, qayerda, qanaqa tasavvur. Yaxshi, shunaqa dedingiz. Men hammani tasavvur qildim. Prям butun oilam. Yo'q. Bir o'zingsan. Chiroy, bilmayman, может это смешно звучит. Ну, очень супер мега красивый отельda kutib olardim.
To'g'risi Прям men borgan sari out bo'lib ketyapman. Ko'rayotganlar xafa bo'lmanglar. Soatimiz 23:56. 23:56 ko'ryaptim. Men boya o'zi 10da ishdan keldim. Yana podkast yozyapmiz. Men yaxshi edim kelganimda. Qanaqadir резко men batareykam tugab qoldi. Yo'q, kulgili emas. Nimaga? Почему нет? Да, нормально. Да, нормально. Вот прям не просто вот 20 kvadrat metrli otel emas, прям dahshat otel bo'ladi-yu. Mana bu kravatlari ko'ta qanaqadir qizil dizayni bo'lsin-da, и реально tashqarida qor yog'sin-da. Ammo shu super mega krasiva otelda o'tiring-da. Да. Chiroyli qip-qizil pijamalarni kiyib olib, o'sha yerda Новый год kutib oling. Zo'r, da. Nimaga? Hozir men o'ylaganimda keldi. Undan oldin tipo вот такой хочу bo'lmadi. Tomoshabinlardan so'raylik, ular ham yozib qoldirsin. Qayerda kutib olishdi? Xohlardinglar. Yangi yilda. Orzu qilardinglar qayerda yangi yilni kutib olishni yoki xohlardinglar, lekin amalga oshmagan yoki armon bo'lib qolgan. Bu joy bo'lishi ham mumkin yoki qanaqa? Qanaqada провести qilardinglar. Muhitda, balki muhit qanaqadir. Qanaqa muhitda, kim bilan, qayerda, to'g'rimi? Da. Ana kino bo'lardi-ku. Bir narsa parlaningmi? Bitta odam rossiyskiy kino. Bitta odam o'rtoqlari bilan ichadi-da, boshqa shaharga borib qoladi. Erta ham xuddi o'sha domi ham bir xil bo'ladi, kvartira nomi ham. Bitta ayolni uyiga kirib qoladi-ku. Нет, не видела. Ko'rmaganmisan? Nomi nima? Hozir esimga kelmayapti. Bilaman, million marta ko'rganman. Yo'q, eslamadim. Просто hozir esimga kelmayapti. Ana Ippolit bo'ladi. Hozir ko'p kino ko'rmaganman. Ana ruscha kinolarni berardi-ku, ko'rmasmiding? Вот man fakt обо мне. Men, наверное, sizga aytganman. Men ruschani tushunaman-da, ruscha maktabda o'qiganman, ruscha institutda. Yo'q, o'zbekchaga perevod qilib berardi, uni ruschada ko'rmaganman men. Men ruscha kino вообще ko'rgim kelmaydi. To'g'ri, mana siz polni ruscha ko'rasiz? Yo'q, hozir ko'raman. U televizordan bergan o'zbekcha. Yo'q, не помню. Может, ko'rmaganman. Может, я не знаю. Ko'rmaganman, скорее. Hozir действие nima bo'layotganini kinoda aytib berdingiz-ku, наверное, ko'rmaganman. Yangi yil kuni nima ko'rarding? Uyda yolg'iz ko'rarding? Uyda yolg'iz ko'rardim. Aytwaman-ku, konsert qo'yib qo'yardik, biz turib o'ynardik hammamiz. Yangi yilda Garri Potter ham qiziq. Garri Potter o'zi yangi yilda beradi. Esimda yo'q. Yangi yilda berardi, berardi. Sekin tugatamizmi? Bo'ldi, siz spokойный ночи bo'lib ketyapsiz. Qiziq menga bizani kuzatayotganlar bu videoni qaysi paytda ko'ryapsizlar? Sizlarga доброе утро deyish kerakmi? Добрый деньmi yoki добрый вечерmi? Yoki bizga o'xshab, Farruh akamga o'xshab доброй ночи. Ko'rganinglar uchun rahmat. Shu oxirigacha videomizni bizni fonimizga baho beringlar. Sitora Bononi ishi bu. Mana olaylik bitta. Yo, biz boramizmi? Tura qolsin. Да, очень хорошо видно. Да. Очень хорошо видно. Piramidamizga baho beringlar mandarindan. Bu suhbatimiz yoqdimi, yoqmadimi? Yoqmagan bo'lsa ham yozib qo'yinglar. Yoqmadi deb. Yoqmadi bizga. Bundan ham veselroq keyingi videolar olishga harakat qilamiz. Kunduz olib ko'ramiz, to'g'rimi?
Hozir to'g'risi bu divanda karavotni ustida o'tirib olib mana bunaqa vibe novogodniy anaqa qilish, videoga olish to'g'risi bugun kechki payt xayolimizga keldi и сразу Bo'lib ketdi. organizovat qilib bo'lib ketdi-da. Первый раз. Birinchi marta. O'zi hech qachon kechqurun video olmaganmiz. To'g'ri. O'shaning uchun xafa bo'lish yo'q. Yoqsa yoqmasa, nima yoqdi, nima yoqmadi. Yangi gapiravering. Qaysi fikrimizga qo'shilasizlar yoki qo'shilmaysizlar, o'shani ham yozib qo'yinglar. Da. Hammaga rahmat. Setoravon aytgandek, xayrli tong, xayrli obed, xayrli kech, xayrli tun. 1, 2, 3. Kamsahamnida.